Assalomu alaykum. Muloqot telekanalida Davr axborot informatsion dasturining hafta yakunlariga bag'ishlangan soni dastur taqdimoti bilan studiyada Fayzullo Sultonov. Yakuniga yetib borayotgan joriy haftada xalq deputatlari Qo'qon shahar kengashining navbatdagi sessiyasi bo'lib o'tdi. Sessiya kun tartibida bir qancha muhim masalalar muhokama qilindi. Sessiyada Qo'qon shahar hokimi Ma'rufjon Usmonov, shahar hokimining o'rinbosarlari, deputatlar va kun tartibidagi masalalarga aloqador mas'ul rahbarlar ishtirok etdilar. Sessiyada Qo'qon shahrida 2024-yilda ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda bajariladigan chora-tadbirlar to'g'risida Qo'qon shahar hokimi Ma'rufjon Usmonovning axboroti deputatlar e'tiboriga havola etildi. Shuningdek, Qo'qon davlat soliq inspeksiyasi rahbari Qobuljon Abdullayev mahalliy byudjet daromadlari bajarilishi holati, qo'shimcha rezervlarni aniqlash bo'yicha qilingan ishlar, soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar kesimida byudjetga hisoblangan va amalda to'langanligi, ular bo'yicha soliq qarzdorligi to'g'risidagi hisobotini o'qib eshittirdi. Prezidentimizning 2024-yilda yangi ish o'rinlarini tashkil etish va aholi bandligiga ko'maklashish dasturi to'g'risidagi qarori yuzasidan Qo'qon shahar kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlash bo'limi boshlig'i Bunyodjon Mavlonovning hisoboti ham deputatlar e'tiboriga havola etildi. Qo'qon shahar hokimi o'rinbosari oila va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'i Nigoraxon Ergasheva Vazirlar Mahkamasining xotin-qizlar muammolarini o'rganish va hal etish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Qo'qon shahrida ayollar daftari bilan ishlash tizimining 5-bosqichida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida hisobot berdi. Bundan tashqari, sessiyada davlat organlari va tashkilotlarining norma ijodkorligi hamda huquqni qo'llash amaliyoti holati to'g'risida Qo'qon shahar adliya bo'limi boshlig'ining hisoboti, Majburiy ijro byurosi Qo'qon shahar bo'limi boshlig'ining prezidentimizning sud hujjatlari va boshqa organ hujjatlarini ijro etish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni ijrosi yuzasidan Farg'ona viloyatining Uchko'prik, O'zbekiston, Dang'ara tumanlaridan Qo'qon shahri tarkibiga o'tkazilgan geografik obyektlarni nomlash va qayta nomlash to'g'risida Qo'qon shahar hokimi maslahatchisi Dilfuza Alimovaning va Qo'qon shahar ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish inspeksiyasi boshlig'ining ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish sohasidagi nazorati bo'yicha 2023-yil davomida amalga oshirilgan ishlar to'g'risidagi hisobotlari ham tinglandi. Sessiya ishida deputatlar o'zlarini qiziqtirgan savollarga axborot beruvchilardan javob oldilar. Sessiya yakunida ko'rilgan masalalar deputatlar tomonidan muhokama etilib, tegishli qarorlar qabul qilindi. So'nggi yillarda mamlakatimizda o'quvchi yoshlarni xorijiy tillarni puxta egallashlari uchun barcha shart va sharoitlar yaratib berilmoqda. O'z o'rnida ular rag'batlantirilmoqda. Yakuniga yetib borayotgan joriy haftada Qo'qon shahridagi umumiy o'rta ta'lim maktablari o'rtasida xorijiy tilni o'qitadigan eng yaxshi maktablar aniqlandi. O'zbekistonda 2024-2025 o'quv yilidan boshlab 10-11 sinflarda ikkinchi xorijiy tilga o'qitiladi. Shuningdek, xorijiy tillar yo'nalishlari bo'yicha pedagoglarni tayyorlaydigan davlat oliy ta'lim muassasalari talabalarining maktablarda pedagogik amaliyoti yo'lga qo'yiladi. Joriy yilning 2-fevral kuni umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilarini xorijiy til va zamonaviy kasblarga o'qitish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori qabul qilingan bo'lib, unda yuqorida sanaganimiz kabi bir nechta amalga oshirilishi lozim bo'lgan vazifalar belgilab berilgan. Yurtimiz yoshlarini xorijiy tillarni mukammal darajada egallashlari uchun barcha sharoit va imkoniyatlar yaratilgan bo'lib, umumta'lim maktablarida xorijiy tillar bo'yicha turli ko'rik tanlovlar, musobaqalar ham o'tkazib kelinmoqda. Kuni kecha Qo'qon shahrida prezident sovrini uchun xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha eng yaxshi maktab tanlovining shahar bosqichi o'tkazildi. Unda shahardagi umumta'lim maktablari o'quvchilari, o'qituvchilari va ota-onalar ishtirok etdi. Tadbir avvalida so'z olgan Qo'qon shahar hokimi Ma'rufjon Usmonov mamlakatimizda davlatimiz rahbari boshchiligida ta'lim sifatini yaxshilash, yoshlarni xorijiy tillarga o'qitish uchun yaratib berilayotgan sharoitlar xususida to'xtalib o'tdi. O'quvchilarga ingliz tilini o'rganish zamon talabi ekanligini, bu orqali esa dunyoning istalgan joylarida o'qish, ishlash imkoniyati borligini ta'kidladi. Ingliz tilini bilgan odam IT bilan shug'ullana oladi. Ingliz tilini bilgan odam hamma dunyoga chiqa oladi. Ingliz tilini bilgan odam albatta boshqa davlatlarda boshqa yaratilgan xonalar bilan ishlay oladi. Ingliz tilini bilgan odam har qanday muloqot qila oladi.
Mana bugungi kundagi rivojlanishda qaysi davlatda olgan bo'lsak, eng yaxshi rivojlanayotgan bo'lsa, bular ingliz tili orqali chiqqan. Jahon adabiyotiga, jahon taraqqiyotida yaratilayotgan kashfiyotlar ham har qanday jahon miqyosidagi rivojlangan davlatlardagi har qanday yangilik ingliz tilida beriladi. Agar sizlar ingliz tilini yaxshi bilib, shu narsa bilan ketsalaringiz, sizlar shu narsaning ichiga hamma ilmni ola olasizlar. Tanlovning shahar bosqichida 40 ta umumta'lim maktablaridan jami 200 nafarga yaqin o'quvchilar ishtirok etishdi. Buni birinchi bosqichi pedagoglarimizni asosiy ko'rsatkichlar bo'yicha baholangan 50 balli tizimda o'qituvchilarning malaka toifalari hamda ularning xalqaro darajadagi til bilish sertifikatlari mavjudligidan kelib chiqib baholash mezoni bo'yicha baholandi va shundan keyin ikkinchi bosqichi bu har bitta maktabdan 5 nafardan, ya'ni 7-sinfdan 9-sinfgacha bo'lgan o'quvchilardan til bilishi yuqori bo'lgan jamoa tashkil qilingan, shakllantirilgan va o'sha arizada ko'rsatilgan, bular bazaga kiritilgan. Shu o'quvchilarimiz mana bugun ingliz tili fanidan, ya'ni sertifikat olgan, xalqaro darajadagi IELTS darajasidagi savollardan tuzilgan materiallarda testlarni yechishadi. Mas'ullarning bizga ma'lum qilishicha, o'quvchilar 30 ta savol uchun maksimal 50 ball bilan baholanadilar. Birinchi o'ntalik uchun 0.9 ball har bitta to'g'ri javobiga, ikkinchi o'ntalik uchun 1.7 ball har to'g'ri javobiga, uchinchi o'ntalik savollarimiz murakkabligi yuqori bo'lgani uchun har bitta to'g'ri javobiga 2.4 ball bilan, maksimal 30 savolga 50 ball bilan baholanadi. Tanlovda g'oliblikni qo'lga kiritgan maktab jamoasi uchun pul miqdori ham kam emas. Birinchi o'rin uchun 100 million so'm, ikkinchi o'rin uchun 75 million so'm, uchinchi o'rin uchun esa 50 million so'm pul mablag'lari ajratilgan. Bu pullarni ham nizom tartibi bo'yicha taqsimotlari aniq qilib belgilab qo'yilgan. 100 million pulni qaysi kimga, qaysi tartibda sarflanadi, bularni ham aniq qilib taqsimoti rejasi mavjud. Shu 100 million pulni 25% ishtirok etgan o'quvchilarimiz, ya'ni 5 nafar o'quvchimizni rahmatlar shu balla o'ziga, balki o'qishiga xohlasin, naqd ko'rinishda, xohlasin qimmatbaho sovg'a ko'rinishda taqdim etiladi. Bularga bilim bergan o'qituvchilar, ya'ni shu ingliz tili fani o'qituvchilariga 25% beriladi. Qolgan 50% esa maktabda o'sha o'zlari o'qigan maktabini ingliz tili fanini rivojlantirish uchun moddiy texnika bazasi sarflanadi. Tanlovning ochiqligi, shaffofligini ta'minlash maqsadida o'quvchilarning ustozlari va ota-onalari to'g'ridan-to'g'ri ishtirokchilarni kuzatib borishdi. Shuningdek, shahar hokimi o'quvchilarning ustozlari bilan ham suhbatlashib, ularning taklif va mulohazalarini tingladi. Hozirgina testlarni tugatib chiqdim. Men ancha paytdan beri ingliz tili o'rganib turganim uchun uncha qiyin bo'lmadi. Testlar qattiq tekshiruv nazorati ostida o'tkazildi. G'irromchiliklarga yo'l qo'yilmadi. Hammasi haqqoniy bo'ladi. Musobaqa natijalariga ko'ra, birinchi o'rin 32 maktab jamoasiga, ikkinchi o'rin 41 maktab jamoasiga, uchinchi o'rin esa 46 maktab jamoasiga nasib qildi. Dasturimiz davom etadi. Farg'ona viloyati hokimligi hamda Farg'ona viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi bilan hamkorlikdagi o'quv taktik mashg'ulotlarida viloyatimizdagi daryo, soy va kanallar mavsumga tayyorlanmoqda. Hozir shu haqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining aholini va hududlarni xavfli gidrometeorologik hodisalar hamda geologik jarayonlar bilan bog'liq favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida o'tkazilgan tadbirda O'zbekiston tumani Rajabgardi mahalla fuqarolar yig'ini hududidan oqib o'tgan So'x tashlama soyi hamda Naymansoy o'zanlarini tozalash, qirg'oqlarini mustahkamlash bo'yicha maxsus taktik o'quv mashg'uloti bo'lib o'tdi. O'quv mashg'uloti avvalida birinchi o'quv nuqtasida hududda joylashgan Qo'qon suv taqsimlash inshootida maxsus texnikalar kuch vositalarining saf ko'rigidan o'tkazilib, unda o'quv mashqida belgilangan vazifalarni bajarishga tayyorgarligi ko'rib chiqildi. 1000 metr kub miqdorda daryo o'zanlarining qirg'oqlarini yuvilish holati kuzatilgan. O'shalarni bartaraf etish uchun So'x daryosidagi yig'ilib qolgan gidrozelda yig'ilgan mahsulotlar olib kelib, bu yerda amaliy tadbirlar orqali qirg'oq mustahkamlashga jalb qilingan 12 ta tashish texnikasi va 2 ta yuklash texnikalari orqali
qirg'oqlar mustahkamlab borilmoqda. Shundan so'ng mashg'ulotning ikkinchi o'quv nuqtasida Qo'qon suv taqsimlash inshootining tashlama o'zanini to'planib qolgan qum va loyqadan tozalash, ishchi xodimlar tomonidan esa inshootni joriy ta'mirlash ishlari olib borildi. Uchinchi o'quv nuqtasida So'x tashlama soyining 250 metr qismida o'zanlar tozalandi hamda Naymansoy o'zanlarini 270 metr qismida qirg'oqlar mustahkamlanib, 980 metr kub tuproq, 1360 metr kub qum va shag'allash ishlari olib borildi. Hududlarda olib borilayotgan bu kabi tadbirlardan ko'zlangan asosiy maqsad aholi va hududlarni sodir bo'lishi mumkin bo'lgan tabiiy hamda texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilishdan iboratdir demoqda tadbir tashkilotchilari. Mamlakatimizda yashirin iqtisodiyotga qarshi ko'plab amaliy sa'y-harakatlar olib borilmoqda. Ushbu ishlarga qarshi kurashish davlat siyosati darajasiga ko'tarilganligi ham fikrimizning yorqin misolidir. Xo'sh, Qo'qon shahrida yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish borasida qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Mazkur savollarga javob topish maqsadida Qo'qon davlat soliq inspeksiyasiga murojaat qildik. Biroq qilgan barcha murojaatlarimiz javobsiz qoldi. Batafsil muxbirimiz Zebo Mirzayevaning lavhasida. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida tadbirkorlik faoliyatlari keng rivojlanib, ishlab chiqarish hajmi oshishi barobarida mamlakatning iqtisodiy o'sishi bilan birga aholining yashash sharoiti ham birmuncha yaxshilanmoqda. Biroq shunga qaramasdan Yashirin iqtisodiyot, tahlillar xizmatlarida 140 trillion so'm, qurilishda 50 trillion, sanoatda 40 trillion so'm mahsulot soyada qolayotganini ko'rsatdi. Bu orqali yalpi ichki mahsulotga 135 trillion so'm, byudjetga 30 trillion so'm tushum qilsa bo'ladi agar shularni joyiga qo'ysak. Masalan, 27 mingta qurilish korxonasi 41%, 11 mingtasi hisobotida faqat bir nafar ishchisini
ko'rsatayotganidan Hidoyatov va hokimlarning har biri xabarlari bormi, buni biladimi? Maktabni 5 milliardga quryapti. Hisobotda bitta ishchisiga oylik beryapti. Vaholanki bu korxonalar o'tgan yili 4 trillion so'mlik qurilishlarni bajargan. Misol uchun Toshkent shahridagi korxona BM Group 3 ta rasmiy ishchi bilan 20 milliard so'mlik 62 ta kvartiralar turar joy obyektini qurib sotgan. Mana haqiqiy ahvol, janob Hidoyatov. Yoki kamida 25 gektardan yeri bor 5000 ta meva sabzavotchilik fermer xo'jaliklari bittadan rasmiy ishchi ro'yxatdan o'tganini Abdurahmonov, G'aniyev va janob hokimlar biladimi yo'qmi? Farmon bilan yashirin iqtisodiyot ko'lamini keskin qisqartirish orqali mamlakatda sog'lom raqobat va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari etib belgilandi. Qo'qonda esa farmon ijrosini ta'minlash maqsadida qanday ishlar amalga oshirilayotganligi bizga qorong'u. Bunga mas'ul idora vakillari esa rahbarning ruxsatisiz ma'lumot bera olmaydi. Buni ularning o'zlari ham tasdiqladi. Unutmaylik, yashirin iqtisodiyotning har qanday ko'rinishi bu davlat budjeti uchun katta miqyosda yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Biz mavzuga yana qaytamiz. Qo'qon shahrida qarindoshlar o'rtasida bo'lib o'tgan janjal bir kishining vafoti bilan yakunlandi. Mazkur ish bo'yicha esa sud hukmi o'qildi. Sud zalida qo'lida kishan bilan boshi yerga egilgancha turgan ushbu sudlanuvchi bir oilaning ustini, bir onaning jigarabandini qilmishining yakunini o'ylab o'tirmay o'ldirdi. Oldin hech kim yo'q edi. Chunki mashinani orqalaridan o'tirdim, ikkalari ro'paramda turishadi. Keyin o'g'illari titillarga turib, chap qo'l bilan urdim birinchi. Keyin dadalari urdim. Dadalari urib, o'sha dadalari urdim, belimga pichoq oldim. Ma'lum bo'lishicha, Farg'ona viloyatining Qo'qon shahrida sodir etilgan o'lim bilan bog'liq ushbu jinoyat qarindoshlar o'rtasida yuz bergan. Bizga berilgan ma'lumotlarga ko'ra, jabrlanuvchi o'ziga tegishliligini bildirgan uyni sudlanuvchi tomon bo'shatib berilishini aytib, fuqarolik ishlari bo'yicha Qo'qon tumanlararo sudiga murojaat qilgan. Shundan so'ng fuqarolik sudining ajrimiga ko'ra, jabrlanuvchi hamda uning oilasi sudlanuvchi yashab kelayotgan uyga majburiy tartibda kiritish bo'yicha qaror qabul qilingan. Taraflar bu hujjat bilan tanishtirib ogohlantirilgan va bir necha marotaba ma'zur ijro harakatlari olib borilgan. Shundan so'ng qarindoshlar o'rtasidagi tortishuv mushtlashuvga aylangan va ko'zi qonga to'lgan. Jahlini jilovlay olmagan ushbu sudlanuvchi qo'liga pichoq olib, jabrlanuvchi hamda uning o'g'liga pichoq urgan. Shu kelinlar oila o'lib, o'zaro o'lib, onam shu pishganiga men shuni aytib qo'ydim. Natijada esa pichoqlangan o'g'il olgan tan jarohatlari sababli vafot etgan. Otasi esa shifoxonaga yotqizilgan. Iloji boricha yengil jazo beringlar. Ha, sudlanuvchi hozir afsusda, qilgan qilmishidan pushaymonligini bildirib, yengillik so'ramoqda. Biroq endi kech. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismining I.J bandlari hamda 25-97-moddasining A.G.I bandlari bilan aybli deb topildi. Ya'ni og'irlashtiruvchi holatlarda qasddan odam o'ldirish jinoyatini sodir etganlikda aybli deb topilib, unga nisbatan Jinoyat kodeksi 59-moddasi tartibida jinoyat bo'yicha tayinlangan jazolarni qisman qo'shib 18 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Tayinlangan jazoni umumiy tartibli koloniyada o'tattirish belgilandi. O'z jahlini jilovlay olmaydigan, aql bilan ish tutish o'rniga qo'liga pichoq olib, qotillikka qo'l uradiganlar qilmishingizning so'nggi mana shunday nihoyalanishini unutmang. Qo'qon shahar hokimi Ma'rufjon Usmonov yakuniga yetib borayotgan joriy haftada shahardagi xorijiy til o'qituvchilari bilan ochiq muloqot o'tkazdirdi. Qo'qon shahar hokimi Ma'rufjon Usmonov shahardagi ta'lim muassasalari direktorlari hamda ingliz tili fani o'qituvchilari bilan ochiq muloqot o'tkazdi. Muloqot davomida shahar hokimi maktab o'quvchilarini xorijiy tillarga bo'lgan qiziqishlarini oshirish, yoshlarni xalqaro standartlar asosida ingliz tiliga o'qitish hamda o'qituvchilarning malakalarini oshirish haqida alohida to'xtalib o'tdi. O'qituvchilar reytingini belgilaymiz. O'qituvchilar reytingini demak mana ingliz tilida asosiy muloqotini olib boradigan mana Singapur, Dubay, mana shu davlatlarda belgilashadi. 10 kundan jo'natib beramiz kanikul paytida. Eng yaxshi o'quvchilarni o'zlari bilan olib ketadiganlarni shunaqa tilda gaplashadigan davlatlarga
shu tilda gaplashib o'zlarini navbatlarini olib borish uchun jo'natib boramiz. Shuningdek, ochiq muloqot chog'ida dual ta'limni yo'lga qo'yish va bu orqali yoshlarni olgan bilimlarini mustahkamlash borasida ham mas'ullar o'z fikr va mulohazalarini bildirdilar. Qolaversa, shahrimizda faoliyat yuritayotgan nemis tili maktabida xorijiy tillar bo'yicha sertifikat olish imkoniyatlari yuzasidan ma'lumotlar berildi. Hozir biz Germaniyadan shu IELTS imtihonlarini tashkillaydigan mana shu professorni taklif qilganmiz. Bu bizni shu Qo'qonimizdagi maktabimiz o'qituvchilariga yordam sifatida chaqirdik. Bu bizga metodika va mana shu sertifikatni oldirishni yana ham osonroq uslublar haqida o'qituvchilarga o'qitgani kelishyapti. Biz mana shu taklif bilan keldik. Hozir Qo'qondagi barcha o'qituvchilarni biz chaqiramiz Germaniya maktabiga. Bizda mana shu professor o'qituvchilarimizga metodika va C1, C2 sertifikatlariga tayyorlashda darajagacha bemalol olib chiqib bera oladi, chunki o'zi shu bo'yicha mutaxassis professor. Mana shu bo'yicha yordamga kelyapti professor, hammani taklif qilamiz bunga. Undan tashqari ikkinchi taklifimiz shundan iboratki, biz dual ta'lim bo'yicha keldik hozir bu yerga. Dual ta'lim Germaniyada nihoyatda chuqur rivojlangan. Biz hozir Myunxendan shunaqa shartnomamiz bor, Myunxen bo'yicha. Dual ta'lim deganiki, masalan, qaysidir korxonalar o'ziga universitet o'qish ochgan bo'ladi. Mana shunga bolalarni jo'natish bo'yicha hozir takliflarimizni kiritdik. Bolalar bunda abitgacha o'qib, xuddi shunda korxonada abitdan keyin ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi va bunda eng qiziq tomoni bolalarga kontrakt degan tushuncha yo'q Germaniyada. Va hammasi grant asosida bo'ladi. Nafaqat grant, balki u yerda ishlaganiga oyligini ham berishar ekan. Shuning uchun men bolalarni qiziqtirib, mana shu narsaga biz jalb qilaylik degan taklif bilan keldik. Bolalarimiz nafaqat jahonga chiqadi, ko'radi xorijda, balki diplomga ega bo'ladi va qo'shimchasiga u yerda hunarga ham ega bo'lib kelishadi. Ochiq muloqot davomida har bir maktabda 5 tadan xona ingliz tili fanini o'qitish uchun zarur o'quv dastgohlari va jihozlari shahar budjeti hisobidan olib berilishi ma'lum qilindi. Shuningdek, joriy yilning 1-sentyabrigacha xalqaro sertifikatning 7-darajasiga ega bo'la olmagan o'qituvchilarga maktabda ingliz tili fani bo'yicha dars berishga yo'l qo'yilmaydi. IELTS 7 sertifikatiga ega ingliz tili o'qituvchilari uchun davlat idoralaridagi bo'sh turgan xonalar bepul, ijara to'lovisiz ajratiladigan bo'ldi. Bundan tashqari shahardagi ovqatlanish muassasalarida ingliz tilida so'zlashuvchilar uchun maxsus chegirmalar joriy etish, ingliz tilini jamoat joylarida keng targ'ib qilish masalalariga ham alohida to'xtalib, bu boradagi takliflar eshitildi. Yurtimizdagi barcha davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ilk qadam davlat dasturi bo'yicha o'quv metodikasi ommalashtirilmoqda. Bu borada Andijon viloyatida amalga oshirilayotgan ishlar muxbirimiz lavhasida. Izboskan tumanining Qorayontoq mahalla fuqarolari yig'inida joylashgan 19-davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti 1974-yilda qurilgan bo'lib, dastlab bu yerda 100 nafar bolajonlar tarbiyalanganlar. Oradan qariyb yarim asr vaqt o'tdi. O'tgan davr mobaynida ta'lim maskani rekonstruksiya qilinib, qayta jihozlandi. Hozirda bu yerda 364 nafar tarbiyalanuvchilar ta'lim-tarbiya olib kelmoqdalar. Ta'lim tashkilotining 30 nafardan ortiq tarbiyachi va pedagoglari tarbiyalanuvchilarga ilk qadam davlat dasturi asosida ta'lim-tarbiya berib kelmoqdalar. Bolajonlarning sevimli maskanida har bir mashg'ulot kichik-kichik guruhlarga bo'linib, malakali pedagoglar tomonidan olib boriladi. Bu jarayonda barcha bolalar ishtirok etadilar. Ayniqsa, rasm chizish, turli shakllardan buyumlar yasashda bola harakatlari asosida ularning sezgi motorikalari yaxshi rivojlanadi. Birgina mashg'ulotga e'tibor qarataylik. Xo'sh, jarayonda bolajonlar qanday ishtirok etadi? Bugungi faoliyatimdan o'zim juda ham ko'nglim to'ldi, chunki sababi bolajonlar bilan ishlaganda mazza qilasiz. Bolalar shunaqa bir tasvirlab beraman, nima desa, bir dunyoda bolalar juda ham bir boshqacha bo'lib ham kichik guruh tarbiyalanuvchilari. Bugungi faoliyatimizda nonni o'sha qanday paydo bo'lishi, to shu dalalarda dehqonlarning mehnatlari va o'sha qanday bug'doyga kelishligi va bug'doy holatdan bo'lishligini bolajonlarga tushuntirishga harakat qildim va o'sha jarayonda nonlarni qo'lchalari bilan juda ham chiroyli kulchalarni yasashdi. Bunda mana qo'llarini juda ham rivojlanishga, bolalarga juda ham ahamiyatli shu juvonlarni ushaganda shu nonlarni doira shakliga keltirganda bolalarda shu qo'llarini muskular mayda motorika deb aytamiz, juda ham foydali afzalliklari bor. O'sha mana jarayon davomida o'sha tandurligacha olib kelinib issiq kulchalarni yopishlari bu bolajonlar uchun juda ham bir a'lo kayfiyat, ya'ni bu qiziqishlari juda ham baland. Shu jarayonlarni bolajonlar bilan birgalikda olib bordik. Bugun bolajonlarimning kayfiyati a'lo darajada. Biz 19-maktabgacha ta'lim tashkilotimizda kichik guruhlarda
iloji boricha odob axloq, saramjon, sarishtalik, onalariga ko'proq ularni izmidan borishlik niyatda bolalarni ko'proq shu bugun o'tib bergan mashg'ulotimizdan kelib chiqqan holda noy yopish, unda pazandachilik, onalarga bo'lgan mehr muhabbatni oshirish bo'yicha, mehnatini qadrlash bo'yicha ta'lim faoliyati olib borildi. Kelajagimiz davomchilari uchun yaratib berilayotgan shart-sharoit va imkoniyatlar istiqlol farzandlarini jismonan sog'lom, ma'nan yetuk bo'lib ulg'ayishlariga ulkan hissa qo'shiladi. Dasturimiz davom etadi. Farg'ona viloyatining Beshariq tumanida yo'l harakati qoidalariga amal qilmagan haydovchi o'z hayotiga yakun yasadi. Nima sababdan aka tumankalaringizga oqli chiroqlar qo'yib olgansiz? To'g'risi, Nexia faras xirak bo'lsangiz. Tumankalaringizga mumkin emas akajonim. Bugungi kunda istaymizmi yo'qmi, hali haydovchilik tajribasi yuqori bo'lmagan yoki bo'lmasa haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan shaxslarning yo'l harakati qoidalarini buzgan holda transport vositasini bamayli xotir boshqarayotganliklariga guvoh bo'lmoqdamiz. Beshariq tumanida tungi reyd tadbirida Damas rusumli avtomashinasini to'xtatib tekshirganimizda boshqarish huquqini beruvchi haydovchilik guvohnomasi, ID karta, biometrik pasporti yo'qligi sababli yonida vaqtincha ushlash maydonchasiga olib kirildi. Qonuniy chora ko'rish maqsadida ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Albatta, bunday qoidabuzar haydovchilar yo'l harakati xavfsizligi xodimlarining e'tiboridan chetda qolmaydi. Shu sizni to'xtatib tekshirilganda tegishli hujjatlarsiz, ya'ni haydovchilik guvohnoma hali olmaganingiz aniqlanyapti va vaqtni saqlash uchun jarimaga ham qo'yilyapti, to'g'rimi? Haydovchilik guvohnomangiz yo'qmi? Xo'p, boshqarish mumkin bo'lsa, to'g'rimi aka? Lekin ming afsuski, ularning orasida shundaylar borki, ular qulay fursatni poylashadi va imkon tug'ildi deguncha rul boshqaruvini qo'lga olib, ko'p yillik tajribali haydovchilik harakatini boshlashadi. Avtomobil boshqarishda kerakli malakaga ega bo'lmaslik va qoidalarga amal qilmaslikning oqibatini o'zingiz ko'ring. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Farg'ona viloyatining Beshariq tumanida 1997-yilda tug'ilgan, haydovchilik guvohnomasini olganiga endigina 1 yil bo'lgan fuqaro harakat vaqtida boshqaruvni yo'qotib, yo'l chetidagi daraxtga borib urilgan va natijada olgan tan jarohatlari sababli halok bo'lgan. Avtomobil esa ko'rib turganingizdek yaroqsiz holga kelgan. Ushbu tasvirlar orqali aytmoqchi bo'lgan so'zimiz, hurmatli ota-onalar, haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan, ega bo'lsa-da tajribasi yetarli bo'lmagan farzandlaringizga avtomobil kalitini topshirayotgan vaqtingizda ularning yo'ldagi ozgina xatosi, farzandingizning nogiron bo'lib qolishi yoki bo'lmasa uyingizga tirik holatda qaytmasligi mumkinligini ham unutmang. Bahor faslining boshlanishi bevosita O'zbekiston xalq shoirasi Zulfiya Isroilovaning tavallud topgan kuni bilan uyg'unlashib ketadi. Joriy yilda Zulfiya tavalludining 109 yilligi mamlakatimizning barcha hududlarida keng nishonlandi. Muxbirimiz Zebo Mirzayeva ijodkorning yorqin xotirasiga lavha tayyorlagan. Hozir shu haqda.
Ijodkor ayol-qizlar Zulfiya xonimga havas qilib, she'riyatning, umuman adabiyotning go'zal va betakror dunyosiga kirib kelgan. Menga Zulfiya xonimning ko'p Dasturimiz davom etadi. E'tiboringizni dunyo sahnada sodir bo'layotgan voqea va hodisalarga qaratamiz. Olimlar Ekvadorda anakondaning yangi turini topdi. Qayd etilishicha, sudralib yuruvchining uzunligi 7,5 metrgacha, vazni esa yarim tonnagacha yetishi mumkin. Bu hozirgacha qayd etilgan eng katta tur. Bu kashfiyotni xalqaro tadqiqotchilar mahalliy hindu xalqining ovchilari bilan birgalikda qilishgan. O'zining ajoyib o'lchamlari bilan mashhur bo'lgan anakondalar zaharli bo'lmagan ilonlardir va Janubiy Amerikaning tropik o'rmonlarida yashaydi. Dunyoda semiz odamlar soni birinchi marta 1 milliarddan oshdi. Bu taniqli xorijiy jurnalning tadqiqot ma'lumotlari. Statistik ma'lumotlar oxirgi 30 yil davomida tuzilgan. Ortiqcha vazn bo'yicha orol davlatlari, shuningdek AQSh va Buyuk Britaniya yetakchilik qilmoqda. Qirollikning o'zida deyarli 17 million kishi istiqomat qiladi. Ulardan bu kasallikdan aziyat chekayotganlarning aksariyati ayollardir. Xitoy va Hindistonda semirishning nisbatan past darajasi kuzatilmoqda. Bolalar va o'smirlar orasida ortiqcha tana vazni tobora ko'proq aniqlanmoqda. Ushbu toifada bu ko'rsatkich 4 baravar oshdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti vaziyatni juda xavotirli deb atadi. Chunki ortiqcha tana vazni ko'plab kasalliklar, jumladan insult, diabet va saratonning ayrim turlari uchun xavf omilidir. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, hozirgi suratlarda semiz odamlar soni 2035-yilga kelib 2 baravar oshishi mumkin. Dubay dunyoning eng iflos aeroportiga ega shahar deb tan olindi. Atigi 1 yil ichida aeroport 5 ta ko'mir elektr stansiyasi kabi ko'proq chiqindilarni chiqardi. Bu ma'lumotlar Amerika tahliliy markazi mutaxassislari tomonidan taqdim etilgan. Ular yo'lovchi va yuk havo qatnovining atrof muhitga ta'sirini baholadilar. Umuman olganda tadqiqotchilar 1300 dan ortiq aeroportni o'rganishdi. Birlashgan Arab Amirliklaridan tashqari zararli chiqindilar bo'yicha eng yomon ko'rsatkichlarga ega bo'lgan London ham anti-reytingga kiritildi. Britaniya poytaxtidagi 6 aeroport 3 million avtomobil kabi havoni ifloslantirib, atmosferaga 27 million tonna karbonat angidrid gazini chiqaradi. Kuchli beshlikni Tokio hamda Yevropaning Frankfurt va Charles de Gaulle shaharlari yakunlab turibdi. Shuni ta'kidlash kerakki, havoning ifloslanishi inson salomatligi uchun 4-xavf omilidir. Bu sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan so'nggi xabarimiz edi. Davrga bo'lgan e'tiboringiz uchun tashakkur. Dam olish kunlaringiz mazmunli va maroqli o'tsin. Oldinda sizlarni sport xabarlari, ob-havo ma'lumotlari kutmoqda. Keyingi hafta avvalida yana efir orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Tanlanyapti.
O'tkirbek Yusuf Futbol bo'yicha O'zbekiston Superligasining birinchi turidan o'rin olgan Navbahor Dinamo uchrashuvi bo'lib o'tdi. Uchrashuvning boshida Vadim Abramov ikkinchi raqamli jamoa sifatida qarshi hujumga tayanib o'ynashni reja qilib, mehmonlar ko'proq himoyada o'ynashdi. Oqibatda uchrashuvning 19-daqiqasida Navbahor futbolchisi Abror Ismoilov hisobni ochdi. Bu hisob bo'lim oxirigacha o'zgarmadi. Uchrashuvning ikkinchi bo'limi hujumkor tarzda boshlandi. 48-daqiqada Tapadadze hisobni 2-0 ko'rinishga keltirdi. Mehmonlar bu golga 52-daqiqada javob bera olishdi. Gol muallifi Joel Kojo. Uchrashuvning 84-daqiqasiga kelib mezbonlar penalti ishlab olishdi. Nuqtaga yaqinlashgan Tomi o'z hisobiga dublni yozdirib qo'ydi va yakunda Navbahor hisobiga ilk 3 ochkoni yozdirdi. Birinchi turning yana bir uchrashuvida Nasaf Olimpikni mehmon qildi. Uchrashuvning birinchi bo'limida tomonlar darvozani ishg'ol eta olishmadi. Uchrashuv ikkinchi bo'limi mezbonlar ustunligida boshlandi. Aynan ketma-ket uyushtirilgan hujumlar evaziga qashqadaryoliklar hisobni ochdi. 63-daqiqada Da Silvaning aqlli uzatmasidan so'ng Akmal Mazgavoy raqib darvozasini ojiz qoldirdi. 75-daqiqaga kelib Zoran Marushich ajoyib zarba yo'lladi, ammo to'p biroz noaniq ketdi. 2 daqiqadan keyin aynan Zoranning o'zining aniq zarbasi bilan hisob 2-0 ko'rinishga olib kelindi. Ushbu hisob uchrashuv oxirigacha saqlanib qoldi va Nasaf 3 ochkoni qo'lga kiritdi.